maktab degan joyda obyektimiz bor. Shu yerda отопление yo'nalishida ishlarni boshlab o'rganamiz. 3-4 kun oldin qor yog'gandi, birdaniga yoz bo'lib qoldi. O'zbekistonda bahor yo'q bor. Bu obyektimizda bitta masala demoqchiman, qaranglar. Yomg'ir suvlari oldingi paytda biz yoshligimizda mana shu ariqlar bo'lardi. Bu yoqda ham mana qo'shnilar ham misol uchun tarnov qilib shundan yerga tushirib qo'ygan. U yoqda ham bu qo'shnilar ham ariq bo'lsa qani edi, shu yerda ariqda suv oqib tursa. Professionalniy ishlaga professionalniy mahsulotlar. Oddiy mana shu parak izolyatsiyani ham qayta to'g'rilaverib buni shunaqa sayqallashib zo'r holatga olib kelganmiz. Kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Tashqarida yoz, ichkarida sovuq. Mana shunaqa paytda komnatni termostat sistemani avtomatlashgani yordam beradi. Ya'ni ko'cha issiqligiga qarab turib, uy haroratini o'zi avtomat to'g'rilab qo'yadi. Mana okошкаlar ochib, komnatni termostatlarga xonaga kirguncha kelganda mana bu yerdan chiqib kelyapti. Radiatorlar har doimgidek luchoveradi o'tgan. E'tiboringlarni bir tanasiga qarataman, biz doim ustalarga o'zimiz jamoadagi bolalar biladi. Perimetr bo'ylab umuman to'pli pol truba ham hech qanaqa truba yurg'izmaslik tarafdorimiz. Ertaga bilib bo'lmaydi, buni chetiga kimdir plintus qoqar, yo eshikchilar bir eshiklarni yerga qoqib qolishi mumkin. Mana shuning uchun perimetrda devor chetlarida umuman truba yurmagan. Birinchi qavatdagi zaldagi ishlar bitganligi sababli butga mana shu mahsulotlarni olib kirib qo'yishgan. Komnatni termostatga datchik uchun gilza qoldirilyapti. Keyin gilzani ham qoldirganda mana shu o'zini kerakli joyiga qoldirish kerak bo'ladi, to'g'ri qoldirish kerak bo'ladi. Xonaga kirguncha to'pli pol trubalarimiz issiqlikni yo'qotmaydi. Mana mashitdan keyin xizmat qilishni boshlaydi. Vitrajni oyna qilgan bo'lsangiz, buni tripolni konvektor qilishga ham tayyor turing. Biz endi apressovkaga buni tayyorlab, уже bir-biriga presslab qo'yilgan. Davleniya beramiz. Podval qismi odatda katta studiya sifatida bo'lganligi sababli bu yerga komnatni termostat qilinmayapti. Mana bu yoqda alohida xona, ploshad qaranglar, go'zalligini, chiroyli. Hammasi tashkil tegdi, qolib ketadi. Devordan trubalarimiz qochgan. Hammasini apressovka qilishga tayyorlab qo'ygan. Apressovka qilganimizdan keyingina stechkachalarga ruxsat beriladi. Davleniya beramiz, bo'ldi. Kompressorimiz ham tayyor. Professionalniy xizmatga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Nimaga bu so'z ko'p qaytaryapman? Sababi professionalniy bo'lish uchun shu darajaga yetish uchun juda ko'p xatolar qilinadi, tajriba qilinadi, juda ko'p ilm izlanadi, o'rganiladi. Bundan tashqari apressovka qilib topshirganimizda klientimizga o'zimizdan shu soqit qilamiz. Ya'ni hamma sistema to'liq tekshirilgan, podavleniya turibdi. Stechkachilar ham xotirjam bemalol stechkasini qilaveradi. Undan keyin chiqatda utechka bo'lmasligini oldindan bilamiz. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, layklar, kommentlarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.